Assalomu alaykum. Tibbiyotda raqamli texnologiyalar, ta'lim va amaliyotdagi imkoniyatlar mavzusida bugungi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Raqamli ta'lim texnologiyalari hozirgi kunda butun dunyoda jadal rivojlanib bormoqda. Shu jumladan mamlakatimizda ham raqamli ta'lim texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Jumladan davolash sohasida, tibbiy ta'lim sohasida ham raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni beqiyos bo'lmoqda. Hozirgi kunda Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida butun barcha oliy ta'lim muassasalarida bo'lgani kabi Xemis axborot tizimi yo'lga qo'yilgan. Ushbu tizim orqali talabalarni o'qitish jarayonini yo'lga qo'yish, ularni baholash, ularni ma'lumotlarni berish bo'yicha bir qator afzalliklar yaratmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 28-dekabrdagi PK 415-sonli qaroriga asosan davolash profilaktika muassasalarini raqamlashtirish bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu orqali bemorlarni vaqtini tejash, ularga sifatli va samarali tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shuningdek, bemorlarda konsultatsiyaga borish va tibbiy ko'rikka borishdan oldin onlayn navbatga yozilish imkoniyatlari yaratilgan. Bu orqali ularning moddiy va ma'naviy holatini yaxshilash, ularning vaqtlarini tejashga erishilmoqda. Shuningdek, talabalarga bilim berish jarayonida virtual reality ko'zoynaklarimiz qo'llanilib kelinmoqda. Ushbu ko'zoynaklar yordamida talabalarga amaliy ko'nikmalarni o'rgatish, amaliy mashg'ulotlarni o'qitish jarayonida ularni yanada interaktiv qilish, yanada samarali qilish va qiziqarli qilib o'tish, amaliy ko'nikmalarni talabalarga yanada yaxshi sifatli o'rgatish imkoniyati yaratilmoqda. Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialining axborot resurs markazida hozirgi kunda 24 mingdan ziyod o'quv adabiyotlari, darslik va o'quv qo'llanmalarining elektron bazasi mavjud bo'lib, ushbu elektron bazadan barcha professor o'qituvchilar, talabalar va magistrlarning onlayn foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. Ushbu imkoniyat orqali professor o'qituvchi va talabalarimizni bilimlarini yanada oshirish, zamonaviy bilimlarni o'rganish bo'yicha bir qator yengilliklar yaratilgan. Shu bilan birgalikda talabalarimiz va professor o'qituvchilarimiz tomonidan respublikamizda xorijda o'tkazilib turgan konferensiyalarda, vebinarlarda, simpoziumlarda va onlayn olimpiadalarda ishtiroklarini ham yo'lga qo'yganmiz. Bu olimpiadalar orqali talabalarimiz va professor o'qituvchilarimiz xorijda bo'lib turgan yangi davolash profilaktika jarayonidagi tibbiy ta'lim sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lib, ulardan o'rganib, ularni bizning amaliyotimizga tatbiq qilish bo'yicha samarali ishlarni yo'lga qo'yganmiz. Shu bilan birgalikda Ziyonet, Web of Science, Scopus kabi internet saytlaridan talabalarimiz va professor o'qituvchilarimizni onlayn foydalanish imkoniyatini yaratganmiz. Telemeditsina bo'yicha ham filialimizda bir qator ishlar amalga oshirilgan, bir qator ijobiy ishlar yo'lga qo'yilgan. Jumladan klinik kafedramizdagi professor o'qituvchilar tomonidan bemorlarni telemeditsina orqali konsultatsiya qilish yoki og'ir bemorlar bo'lsa, xorijdagi yetuk mutaxassislar, professor o'qituvchilar tomonidan onlayn konsultatsiya qilish kabi imkoniyatlarimiz yaratilgan. Bu orqali aholining salomatligini saqlash, ularni tibbiy madaniyatini kuchaytirish, ularga ko'rsatiladigan tibbiy yordam sifatini va ko'lamini yanada yaxshilashga erishilmoqda. Jumladan hozirgi kunda Da Vinci elektron robotlari yaratilgan bo'lib, ushbu robotlar orqali masofadan turib ham jarrohlik amaliyotlarini bajarilishi mumkin. Ushbu Da Vinci robotini ham filialga olib kelish ishlari hozircha olib borilmoqda va rejalashtirilmoqda. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, hozirgi kunda rivojlangan sun'iy intellekt masalasi ham bizni filialimizda hozir amaliyotga tatbiq qilishni rejalashtirib turibmiz. Ushbu sun'iy intellekt orqali o'quv jarayonlarini nazorat qilish, dars jadvalini tuzish kabi ishlarda foydalanishni rejalashtirganmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.